20-savol. Uglevodorodning azotga nisbatan zichligi 2 ga teng. U bromli suvni ranglantirmaydi ekan uglevodorod. Bromli suvni ranglantirmaydi degani tarkibida qo'shboq yo'q degani. Ya'ni alken emas degani. Alkenlar bromli suvni ranglantiradi. Uglevodorodning struktura formasini toping. O'zi mana bu javoblardan mana bu javoblar 100% chiqib ketadi. Qo'shbog'i bor bular. Ya'ni bromli suv bilan kirishadi A, B, C moddalar. To'g'ri javob 100% da. Endi hisob kitob bo'yicha isbotlab qo'yaylik. D azotga nisbatan zichligi, azot molekulasiga nisbatan zichligi 2 ga teng. Azotning molyar massasi 28 ga ko'paysa, demak bu uglevodorod 56 molyar massali uglevodorod. 56 molyar massa, demak sikl alkanlar bromli suv ranglantirmaydi. Demak, qaysi sikl alkanga mos keladi desa, 14N ga tenglashtiramiz. Sikl alkanlar umumiy formulasi ham CnH2 alkenlarga o'xshaydi. 14N 56 ga tenglasa N barobar 4 kelib chiqadi. N barobar 4 degani bu siklobutan degani. Mana bunda yoziladi yoki C4H8 deb yoziladi. Demak, mana bu siklobutan formulasi berilgan, bromli suvni ranglantirmaydi. To'g'ri javob D.